Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bizning Toshkent, Moskva, Vladimir, Chipakstol, Nijniy Novgorod yo'nalishlari bo'yicha haftada 4 kun dushanba, seshanba, payshanba va juma kunlari, Toshkent, Kazan, Namichniy Cheli, Nijnekamskiy yo'nalishlari bo'yicha esa haftada 3 kun seshanba, juma va shanba kunlari Toshkent Sobir Rahimov avtovokzalidan 18:00 da pryamoy reyslarimiz amalga oshirilmoqda. Shuning bilan birga bizning kompaniyamiz sizga kafolatlaydi ishonchli xizmat, arzon narx kafolati, komfort zona va albatta davlat tomonidan sertifikatga ega bo'lgan reyslarimiz mavjud. Avtobusimizda esa sizga bo'lgan barcha qulayliklar, ya'nida 2 monitoring, 2 kuryer, konditsioner, zaryadnik, Wi-Fi va siz o'zingiz bilan 50 kilodan 60 kilogacha yuk olib ketishingizga bo'ladi. Va joylaringizni uzoq masofadan turib bron qilsangiz ham bo'ladi. Agar sizga ishonchli xizmatlarimiz kerak bo'lsa, ushbu ishonchli raqamga murojaat qiling va joylaringizni band qiling. Tanlovda adashmang.